Chiroyliligini qaranglar. Akalar quloqlari uzun, ikki qo'chqor, bir sovliq. Bitta like, bitta obuna bo'lib qolsanglar iltimos sizlardan. Odamlarga maksimal tarqalishi uchun. Xudo xolisa qo'ylarimizni yeb ichishlari garantiya. 1,5 oylik, 2 oylik qo'zilar, ikkita qo'chqor, bir dona sovliq. Kim qo'y qolaman desa beramiz. Mana qilt aytma o'tlaydi. Bayam demaydi. Nihoyatda toza qo'ylardan, patlari ham chiroyli. O'sha qo'y qilib baholaman deganlarga tavsiya. Bizga sizlardan xudo xolisa qo'yliq bo'lib qolsalaring, biz ham bitta shuni orqasidan pulli bo'lib qolsak, hammamizga foyda. Shunday garantiya bir hafta yeb ichishiga. Kepak, bug'doy, makkani maydalangani hammasini yeyver ekan. Dumbalari ham rosa kelgan razlari mana. Osilgan dumbadan emas. Buni qarang, eng kichkina mashinamiz sovliq. Mana ikkita katta qo'chqorcha mana. Buni qarang, sovliq chiroyli. Mana qo'yamiz. Hamma narsa yeydi bular akalar. Xudo xolisa qo'ylar yo'q qolmasa bitta like bosib qo'ysizlar. Har safar sizlarga oldin yetib borish uchun buni ola olmay qolsalaring, bitta obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shu birinchi bo'ylab boradi, xudo xolisa. Rahmat shu qo'ylarni ko'rganlaring uchun.